yana siz bilan ko'rishib turganimizdan boshlanishi yomon emas. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Komandani o'chirib qo'yinglar studiyadan. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. O'zbekiston telekanalida Kayfiyat ko'ngilochar dasturi. Demak, men hamrohlarim bilan tanishtiraman. Odatdagidek doimiy boshlovchilarimiz va mehmon boshlovchilarimiz bor. Ajoyib teleboshlovchi Islomiddin Asqarov. Doim kunda shunda ustazoda Kamoliddin Muhiddinov. Assalomu alaykum. Kamoliddin bir mehmonlarni tanishtirchi. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanali yaxshi kayfiyat, xohlasangiz shunchaki kayfiyat, qisqasi kayfiyat. Bugun bizni mehmonlarimiz O'zbekiston xalq artisti, ardoqli san'atkorimiz Ra'no xonim Yarasheva. Ra'no opa, xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar. Yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin hammanglarga. Qadamlaringizga Rahmat, hasanotlar rahmat. bo'lsin. Navbatdagi mehmon boshlovchimiz O'zbek Milliy akademik drama teatri aktyori, xalqimizning sevimli ijodkori Sharofiddin Muzropov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli kayfiyat ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Barchangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun xizmatdamiz. Kamoliddin, Sharofiddin, Islomiddin. Endi yana bir ajoyib doimiy boshlovchimiz Gulzoda xonim Xudoynazarova. Bugun alohida yana ertaroq kelganimni maqtab qo'ying, iltimos. Ha, birinchi marta o'z vaqtida dasturga yetib kelgani bilan tabriklaymiz. Qadrli yurtdoshlar, hammaga a'lo kayfiyat tilayman. Bugun biz bilan qoling va maza qilamiz. Kamoliddin Ra'no opamni O'zbekiston xalq artisti deb e'lon qildik. Ha, Biz bu e'lon qilishlarni necha yil kutdik. to'ppa-to'g'ri. O'zbekiston xalq artisti unvonini olish bu juda katta e'tirof. Hammaga nasib etsin. Bu Ilohim. chiroyli, bu shirin hayajon hammaga nasib etsin. Ijodkor borki, ishlayotgan, mehnat qilayotgan, yaratayotgan insonlar borki, hamma yaxshilikdan, rag'batdan umidvor. Hammaga nasib etsin. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Ra'no opa kattamiz sifatida, endi boshlovchilarning kattasi sifatida, ham unvon sifatida ham eng kattasiz. Unvonni hisobga olganda ham ijozat bersangiz, Sharofiddin bir chiroyli qo'shiq bilan boshlab bersin. Nima deysiz? Erkak kishi boshlagan ish xayrli bo'ladi. Albatta xayrli bo'ladi. Farida Afruz qalamiga mansub O'zbekiston xalq hofizi Ilhom Ibrohimov musiqasi Seni sog'inmoq, dengizda suzmoqni aytib beraman. Marhamat. Qarsanglar. Rahmat. Seni sog'inmoq, dengizda suzmoq. Seni sog'inmoq, dengizda suzmoq. Ah, nega sog'indim shunchalar yomon. Sen bilan sevishmoq, tiq uzra yurmoq. Ah, nega sevishdim oxiri qanday. Seni sog'inmoq, dengizda yurmoq. Sen bilan sevishmoq, tiq uzra yurmoq. Ah, nega sevishdim oxiri qanday. Yashang! Rahmat.
Bu qo'shiqni yaratgan ustozlarimizga mingdan-ming rahmat aytamiz. Rozi bo'lsinlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Ilhom aka sog' bo'ling. Ilhom akam, Hamma Farida opamga rahmat. shogirdlaringiz. Rahmat. Ilhom akam juda bir kayfiyatli insonlar o'zi. To'ppa-to'g'ri. Borgan joylarda kayfiyat Xuddi 100% ga ko'tariladi. haligi qo'shiqlari bor-ku, haligi 3 ta obrazni o'zlari o'ynab chiqadigan. Ha. Talabalik davrimidi? Davronlarning Ha. so'rsan, to'g'ri. O'sha klipdan bilsa ham bo'ladi u insonning kayfiyati qanaqaligini, lekin hozir mana Gulzoda, siz endi xonandasiz. Bitta narsaga e'tibor qildim. Qo'shiq baribir ovoz tanlaydi-da. Uni ustiga endi misol uchun mana avvalgi dasturlarimizda muqimiydan mehmonlar ishtirok etishgandi teatrda. Endi u yerdagilar qo'shiq kuylab yurishadi odatda. Siz qayerdan bunaqa? Sen baribir muqimiydan. Biza talabaligimizda Ha. muqimiyda Sharofiddin Gulzodalar tushardi, birinchi spektakl. yilgacha muqimiy Aha. teatrda ishladi. Shamolni to'g'ri topdi lekin. Ha. Tahlili to'g'ri. Men shuni aytmoqchiman, o'sha qanaqa qilib Birinchi qadamlar muqimiydan o'sha boshlangan. qanday qilib keyin Libliyda ustozlarni paydo oldiga bo'lib qoldingiz demoqchiman-da hozir. Savol shu. Taqdir Kamoliddin. Biz hech yetti uxlab tushimizga ham kirmagan. Shu bir davrada ustozimiz Yoqub Ahmedov ustozimiz bilan rahmatlik Fathulla akam bir davrada qo'shiq aytganini ko'rib qolishdi Kamoliddin ustozlar. Keyin Yoqub akam aytdilar, "Mabodo bizga o'tmaysizmi? Bizda bir qo'shiqchi kerak." Tadbirlar Solijon aka, Navoiyxonlik, Bobirxonlik. Ularda hofizlar bor edi, o'shanda qandaydir shunaqa imkoniyat bo'ldi-da. Sharofiddin eslasangiz, jonli ovozda ijro etadigan spektakl bor edi Mirzo Ulug'bekda. Ha. Mana shu Mirzo Ulug'bekda Sharofiddin ovozi bilan boshlanadi-da. Shunday bir dardli, shunday bir kerak ovoz edi. O'shani ijro eta Ha, olasizmi? ha, ha. Ijro etib bersangiz. Sever beringlar. shundan bittagina. Qani. Sal yodimizdan chiqqan. Ha, bor. Hazrat Navoiyning so'zlari, buni hammamiz bilamiz. Qani endi bahonalar o'tsa. Yo'q, bahona yo'q. Temirxon Asliddin Sulton Ulug'bek ki olam ko'rmadi sulton aningdi. Rasat kim bog'lamış zibi jahondir. Jahon ichra yana bir osmondir. Yashang. Aferin. Desam, ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov yulduzlarga bo'lib mahliyo deb chiqib kelardi. Oxirida bir ta'sirli joyi bor. Ulug'bek oxirgi monologida Samarqandim, ona shahrim, shu qabr ozgina yer, men senga shuncha hukmdorlik qildim, yer topilmadimi deb Ulug'bek Mirzo Ulug'bek yig'lab turgan paytda insoniyat ko'tarilgan, yuksalgan degan zo'r monologlar bor, bilasiz. Keyin bu qo'shiq juda ham balanddan aytiladi. Temirxon deb balanddan va parda yopiladi. Kirish va oxirgi qismni biz qilganmiz. Shunda Ra'no opam aytgandek, kollektivga qo'shilib ketdik. Xullas gap chala qoldi. Yoqub Ahmedov taklif qilganlar. Kishi ham bir juda ham zo'r inson bo'lganlar. Shunda tavakkal qilib ikkilanib o'tganman, lekin mana opalarim, ustozlarim, akalarim, barchasi do'stlarim, birodarlarim, Solijon aka, bu yoqdan bu yoqqa o'tib ketish, ishlash qiyin bilasiz. Birdaniga qo'shilib ketish, lekin ustozlar o'zi aytishadi, hali barisini hurmatini joyiga qo'yib, kamchiliklarni aytishganda xo'p deb shu teatrga keyin qo'shilib ketdim. Shunaqa. Qoyil. Endi Aferin. Ra'no opam hammamizga ustoz. Bu kishini o'gitlarini olib hech kim kam bo'lmagan. Necha qator teatrlarda shogirdlari ishlayapti. Ularni ishlayotgan shogirdlarini biz kuzatib boryapmiz. Ko'plarida Ra'no opani jezlarini ko'rib qolamiz. Ijrosidan nimalardan. Men lekin ayol matonati deganda Ra'no opamni timsol qilib bilaman. Endi ko'p biz televideniyada ishlab, ularni ishlagan muharrirlar nimalar orqali eshitib, keyin o'zlari bilan hamroh bo'lib ishlaganimizni ham bilganmiz. Hayot juda kami ko'sti bilan silamagan erkalab Ra'no opamni. Lekin shunda ham mana she'riyat, teatr, yana musiqa, yana nima hunaringiz bor opa? Qo'shiq aytishlarni aytmayapsiz-ku. 1985-yilda mana shu O'zbekiston kanalida har yakshanba kuni qo'shiq bizga hamisha hamroh degan bo'lardi. musiqiy ko'rsatuv bo'lardi. Ha. Men o'sha birinchi kursdan o'sha olib boruvchi bo'lganman, boshlovchi bo'lganman. O'shanda mana Qilichbek Tojiyev, Karimboy Rahmonov, kim yana juda ko'p, Muhriddin Xoliqov, G'iyos Boytoyev, Gulbahor Erqurova bir davrda kirib kelganmizda, bitta avlodmiz. O'shanda boshlangan mani vedущиligim, nima deydi? Boshlovchiligim. Endi bunga qoyil, respekt, lekin
ochiq aytadigan bo'lsak, keyinroq kashf qildik. Ko'pchilik hali bilmaydi. Qo'shiq aytishni qachon boshlagansiz? Qo'shiq aytishni 2000-yildan keyin boshlaganlar. Ya qo'shiqni ham o'sha yoshligimizdan xalqona etib qo'shiqlarni ijro etib yurganmiz. Xalqimizni dilga yaqin qo'shiqlarni qo'ldan kelgancha ijro etib yuramiz. Kutilmasdan tomoshabinlarni. Ha, hozir. Nima deysizlar, do'stlar, Marhamat. boshlovchilar? Ra'no opamdan. Endi Bitta qo'shiq eshitamiz. hozir hammamiz yo'q desak ham ayttirasiz baribir. Endi mutaxassis qo'shiqchilarni oldida kamchiligi uchun uzr so'ragan holda aytaman. Marhamat. Qanday aytsangiz yarashaveradi. Marhamat, Shundaylik. marhamat. Namangan tanovori. Aytsak kuzataylik, bu yoqda. O'sha qoldi. Mani borar joyim o'sha namangan. Mani borar joyim ey o'sha namangan. Qiz bola keladi bo'ynidan marjon ey voydoday. Marjon o'rtasida bir jo'ra hovlingay. Bo'yingdan o'rgilay ansanga shaydoyay voydoday. Ehtiyot bo'l bo'yingga ko'z tegmasin ay voydoday. Qizil gul ochilib qildi nishona. Qizil gul ochilib qildi nishona. Sani ishqing mani qildi devonay voydoday. Sani ishqing menga yoray. Qaydim yopishdi ay. Tanamdan o't chiqib bag'rim tutashdi ay voydoday. Ehtiyot bo'l bo'yingga ko'z tegmasin ay voydoday.
Ra'no opa zo'r zamonlar bo'lyapti. Qarang, mehnat qadrlanyapti. 1999-yil ayollar yilida shu Nodira Begimni o'ynagan yilimidi. Ha. O'sha Nodira Begim, Bibixonim rollarini o'ynagan yilim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berilgan edi. Mana oradan shuncha yil o'tib, 27 yilmi xalq artistiga ham yetishdik. Shukr. Mana bu yerda muharrirlarimiz tomonidan yozilgan bu albatta. Nima debdi? Sizningcha mashhurlik insonni o'zgartiradimi yoki asl qiyofasini ochib beradimi debdi muharrirlarimiz. Juda muharrirlarimizdan shunaqa savollar chiqadi-da, Ra'no. Ha, haligi Sharofiddin ba'zi san'atkorlar medal orden olganda boshqacha bo'lib qoldi deyishadi. Keyin ko'pchilik aytadi, "Yo'q, o'zi asli shunday." Asli Bu- shuni opani o'zidan emas, yashil- shogirdlardan so'rash Ha, yashirib yuradi degani uchun o'sha haddim sig'ib, Ha. shu o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Men masalan o'sha xizmat ko'rsatgan og'aningizdan oldin ham bilardim, keyin ham bilardim. Hech qancha bo'lmadi xalq artistini olganingizga O'sha. siz archaga o'xshab qishin yozin yam-yashil bir Chunki xilsiz. Sol aka gullarning a'losi bu Ra'no gul deyishadi. Ha. Shuning uchun o'zgarmaydi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Sharofiddinjon, Solijon ukam o'zgaradi odam. Ha. Odamni yelkasiga mas'uliyat tushadi. Endi sal bo'ldi, mana shuncha xizmat qilib qo'ydik endi. Ha bu yoqda endi shu bo'ldi, Ra'no yarashib bo'ldi deb ko'nikib bir tekisda yura boshlagandek-da. Bu endi bizni yana boshqatdan kuch berdi bizga. Hali qiladigan ishimiz bor ekan. Bizga shuncha davlat rahbarlarini e'tibori, mehri, xalqimizni muhri yuragimni ustiga tushdi. Endi bunga javoban yana ijod qilishimiz kerak. Yana xalqni ko'nglini olishimiz, ularning ruhini ko'tarishimiz kerak. Ularga yoqadigan, ularni o'ylantiradigan, ularni savollarga javob beradigan rollar ijro etishimiz kerak. O'zgartiradi. Qaysi ma'nodaki, yana ham ko'proq ishlashimiz kerak degan bir yurakda kuch paydo bo'lar ekanda. Sharafli mas'uliyat. Albatta, olima, ilmli insonlar mas'uliyat, yana mas'uliyat yuklangani haqida ko'proq Yaxshi tomonga o'zgaradi. qayg'urib o'ylashadi-da. Ha. Lekin masalan, mana xalq artisti olsa, xizmat ko'rsatgan olsa, masalan, guvohi ham bo'lamiz. Ozgina, salgina bir o'zi sezmagan holda ham insonlar Kibrlar. ba'zan kibrga kirib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Unda yo'qolib Anakonda qoladi. hech qachon masalan hamma bilan bir xilda. Endi Ha. masalan o'zlarini yonlarida gapirishimiz albatta sal noqulayroq. O'zlari bo'lmaganlarida bu Ketganlardan keyin ta'riflab bo'lgani gapiramiz. yaxshi. Shunday. Telefon yozib olaman. Shunday. Ha. Solijon, keling. Ha. Hozir ayni paytda biz kayfiyat haqida gapiryapmiz-da. Bizni kuzatib turganlarni ham albatta kayfiyatlari yaxshi. Nimaga? Osmonimizda quyosh, bog'larimizda mevalar, Oh. bozorga borsangiz shundoq Hammani. yer bilan bitta mevalar to'kilib sochilib yotibdi. Endi vitaminlarda bular. Qaysidir joyda bu orzu. To'g'ri. Yomg'iri bor, qori bor, mamlakatimiz sovug'i bor, issig'i bor, hammasi bor. Noshukrlikka o'rin yo'q. Shu ma'noda dunyoni kuzatib turib bir narsa yozgandim, agar To'xtang, ruxsat Ra'no opa, bersangiz shu o'qib beraman. sal avliyolikdan ham bormi deymanda, hozir shu so'ramoqchi bo'lgan narsamni shu urib ketdingizda. Marhamat. Yangisi. Ha. Siyohi qurimagan. Dunyo talotub bugun. O'zbekiston gulboston. Kimdir burda nonga zor, bunda to'kin dasturxon. Qayda o'lim tahdidi zor yig'laydi olomon, bunda jigarjonlar jam, shodon hayot farovon. Xizr barakasi bor, diyor bormi dunyoda? Ne'mat qadrin bilganga Alloh berar ziyoda. Boboyu momolari qo'lni ochsa duoga, avval ko'pga so'raydi, tinchlik tilar dunyoga. Tuprog'ida oltin zar, mamlakat bordir qayda. So'rasangiz aytayin, bizning O'zbekistonda. Osmonlari musaffo, Mirzacho'li Guliston, bunda diniy, dunyoviy ilmlarga keng imkon. Bu bizning O'zbekiston, bunda azizdir inson. Shukr qilaylik do'stlar, bu kunlar yaxshi zamon. Yashang. Hasanno. Hasanno. Shukr qilaylik do'stlar, bu kunlar yaxshi zamon, bu kunlar yaxshi zamon. Fenomenalniy qo'shiq qilsa bo'lar ekan-a? Zo'r chiqar ekanda.
demak mo'ljalga olindi. Endi Ra'no opa, sizga murojaat bo'lmaganmi Sharofiddin tomonidan bironta she'r yozib bering, men qo'shiq qilay degan murojaat bo'lmaganmi yo hozir men bironta olib qo'shiq qilmaganmisan opa? Siz ham bashoratchimisiz? Sizga ruxsat, ikkovlar o'tirib bir-birlarini maqtovlaylar. Sharofiddin teatrimizga kelgandan endi biz bir yurtni, bir daryoni suvini ichganmiz-da. Ha. Sharofiddin Xatirchidan, men Kattaqo'rg'ondan, biz bitta qo'shni tumanlardanmiz. Sharofiddin ishga kirishlari bilan albatta o'sha she'rlaringizdan deganlarda bular meni bitta she'rimni qo'shiq qildilar. Ha. Men uzoq yurtlarda yuribman ota. Bedor o'tkazmangiz tunlaringizni. Nasibamni terib yuribman ota. Xudoga topshiring farzandingizni deb yozilgan she'rimni bu yigit chiroyli bir qo'shiq qildilar. Hatto ota-onam hayotidalar aytib eshittirdilar hamda. Undan keyingisi esa favqulodda. Men aytdim, Sharofiddin bir ko'tarinkiroq bir narsa qilishimiz kerak edi desam, qilishimiz kerak dedilar. Keyin Mavloga bitmadi shu hozir aytadigan qo'shiqlarni matnini tashlab berdim. Qolganini o'zlari aytsinlar. Tong saharda, bulbullar sayrab turgan bir paytdan oldin bir narsa bor. Keyin opa desam berdilar, tongda kelib qoldi-da. Yorim meni yod aylasangchi, qaribingni shod ay tordi. Shunday oldim, keliningizdan hayron. Pandam chalib birdaniga telefonga tushirib jo'natdim opaga. Bo'lmabdi desam bo'ladi-ku, motivatsiya. Yo'q, zo'r bo'pti. Juda chiroyli. Tez yoz. Men o'zim yozganimga ishonmayapman she'r dedi. Hazil tariqasida. Opam aytdiki, talaffuzlar zo'r bo'lsin. Iltimos, yurakli aktyorsiz, qo'shiqqa yurak bering deb aytdilar. Endi aytaman va xonim mana hofizimiz beradi-da. Ayting. Gulzodaxon raqsiga tayyor bo'lib To'xta, o'zingga o'zing navbat berib o'ting. O'tiribdi. Sharofiddin demak hozir rosa maqtanding. Demak to'xta, yo, umuman yaxshi narsa qo'limga tushib qoldi deb maqtanding. Opam ham lutf qildilar senga. Hadya bo'ladimi? Ha. Hadyami? Hadya bu sovg'a. Opam rozi qilmaganmisan? Ustozlarni rozi qilish kerak, xizmatlarni qilib duolarni olish kerak. U moddiy tomon haqida gap so'z yo'q. Bo'lmasa Ra'no opamning ijozatlari bilan aytgan. Ha. Xo'p, O'zbekiston xalq artisti Ra'no Yarasheva qalamiga mansub Afzal Husanov musiqasi mualliflik qo'shig'ini tinglash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yod aylasangchi ijro etadi Sharofiddin Muzrobov. Sog'inchlarim ketdi sen tomon. Ogoh bo'lgin qo'ymagay amon. Sog'inchlarim ketdi sen tomon. Ogoh bo'lgin qo'ymagay amon. Bugun seni sog'indim yomon. Yorim meni yod aylasangchi, garibingni shod aylasangchi. Yorim meni yod aylasangchi, garibingni shod aylasangchi. Sochlaringga bog'langan jonim, eyvoh kuydi bor xonumonim. Sochlaringga bog'langan jonim, eyvoh kuydi bor xonumonim. Kelmog'ingga bordir gumonim. Yorim meni yod aylasangchi,
Garibini şad eylesenki Yarım günü yad eylesenki Garibini şad eylesenki İzlerini közümge sürtey Tut gel desen bin yıllap tutay Can canımı kolingde tutay Yarın beni yad eylesen ki Garip könlüm şad eylesen ki Baştın ayağınga bulsun can fida Yoklap koygin bulmayın ada Baştın ayağınga bulsun can fida Yoklap koygin bulmayın ada Rana diye ayladım da Rana diye ayladım da Yarım günü yad eylesen ki Garibini şad eylesen ki Yarım günü yad eylesen ki Garibini şad eylesen ki Garibini şad eylesen ki Juda ajoyib qo'shiq bo'libdi. Avvalo o'zi ijod namunasi shunaqa narsa-da. Uni bir 5-10 yildan keyin ham eshitsa bo'ladigan bo'lishi kerak. Hozir hamma narsa trendga qarab ketyapti. Ruscha so'zlar aralashib ketadimi? Ra'no opa, mana endi siz hammasini bosib o'tgan ijodkor sifatida, ustoz sifatida. Mana misol uchun narigi boshda Islomiddin o'tirdi. U hozirgi avlod vakili. Gulzoda misol uchun xonandalikda mana necha yildan beri kuylayotgan bo'lsa, shunaqa ko'prikli joyda turibdi. Misol uchun ustozlarni ham yaxshi biladi va yo'nalishdan kelib chiqib, o'sha milliy ijrochilikdan ham xabari bor, zamonaviy ijrochilikdan ham xabari bor. Bir kun televizorda chiqib, Gulzoda Xudoynazarova ba'zida o'sha baland chinqirib avjlarni olgani ham me'daga tegib qoladi. O'sha yengilroq ovoz kerak bo'ladi ba'zida. Shunaqa ijrochilarimizni bori ham bu san'atimiz uchun kerak degan gapni gapirganman. Lekin Ra'no opa she'rda bunaqa deya olmaymiz-ku, to'g'rimi? Sayozroq she'r. Bundoqroq she'r bo'lmaydi-da. Qalam tebratadiganlarga bir narsa deng shu haqida. O'zim she'rini o'zim yozganman. Keyin musiqasini ham o'zim yaratdim, o'zim qo'shig'ini ijro etyapman. Shunga klipiga o'ynab bering desa, hazillashib klipini ham o'zini qo'yib qoling deyman-da. Bilasizmi, bu uchlikda kuch katta-da. 3 ta yurakni dardi birlashganda u qalblarga larza sola oladi-da. Man har doim niyat qilganman. Hozir Ra'no opam bilan kadr ortida gaplashdik. 2 dona she'rlarini baribir oldim. Xudo xohlasa. Kadrga tushib qoldi. Ko'rdingizmi vaqtli kelishi oqibatini? Foydasi bor-da. Qaysidir kayfiyatni qaysidir sonida premyera qilamiz, xudo xohlasa. Albatta. Xuddi Shuni mana bugun niyat qildik. Farida opam bilan mana shunaqa obodimyorni yaratdik. Keyin yana undan keyin Ilhom ketidan ilhom ulanib, necha yildan beri 2-3 ta ashulalar yaratdik. Yaqinda Farida opamni Islom sivilizatsiyasi madaniyat markazida tanlangan asarlar juda katta kitoblarni taqdimoti bo'ldi. Nimaga bu gapni aytyapman? Shoirlar bilan ana o'sha yerda shoirlar bilan hofizlar, qo'shiqchi, ijrochilar va bastakorlarni birlashishini ko'rdik-da. Uchlikni ko'rdik. O'sha yerda
ko'pincha shoirlarni taqdimotda faqat she'riyatga yoki adabiyotga aloqador insonlar jamlanadida, o'sha kuni olimlar, ulamolar, fozilu fuzolar, hofizlar, xalq artistlari, bastakorlar, shoirlar hamma jam bo'ldida. Mana shu birlik kuch bag'ishlaydi, katta kuchga egada bu narsa. Shuni unutmaslik kerak deb o'ylayman hofizlarimiz. Men Mana- ham hozir shu narsani sezyapman. Ko'pgina shu ijodkorlardan ilhomni qayerdan olasiz desak, qo'shiqchilar asosan ilhomni shoirdan, shoirlardan olar ekan. Boya Kamoliddin akam aytdilar, qo'shiqchi ovoz tanlaydi dedi. Shoirlarga qalam tebrachi qog'oz tanlaydimi? Usol akam aytdilar-ku, she'r o'qishingizdan oldin hali siyoh Hmm. qurimaganmi dedilar. Men qarab turibman, endi o'sha telefonda yoziladi-ku hozir ko'p narsa. Hamma narsasi bor buni. Shuni qarabda shu hali jo'natilmagani menimcha. Shunday. Hech kimga jo'natilmagan. Zamonaviy tilda Kamoliddin to'g'ri. Ra'no Kamoliddin opa, aka gapga shapkacha kiydirasiz, qalpoqcha shunday chiroyli kiydirasiz. shoirlar bor, buyurtmaga yozishadi. Shoirlar bor, o'zi yozadi-da, u qo'shiq qilmoqchi bo'lib yozmaydi. Haligi siz aytmoqchi, ustozam, Farida opam ham, siz ham yozganingizdan keyin kimdir o'qib, zo'r qo'shiq bo'lar ekanda O'sha deydi. ikkinchi toifaga kiraman men. Ha. Va kech shu 27 yoshimda yozganman Yig'latur. Qiynadi bu ish meni tun kechalar zor yig'latur. Kamollarda zo'r. 27 yoshimda g'azal, juda ko'p g'azallarim o'sha payt yozilgan. Shunchalik bo'ladi deb hayolimga ham Kelmadi. keltirmaganman-da. Sehrli dunyochi. Sehrli dunyo ham o'sha yillar yozilgan. Qarang, mana shu kitobim nomi Yolg'iz tashlama Alloh, ha? Ha. Mana shu she'rni yozilish tarixi borda. Endi hayotda shunaqa bo'lib qoldida, avtohalokatga uchradim. Hmm. Qo'llar, oyoqlar singan, kasalxonada yotibman. She'r keldi endi menga. Men yoza olmayman. Ha. Singlim yonimda edi, Nigora yoz, Nigora yoz, Nigora yoz deyapman-da. Shu she'rim og'zaki aytib singlim tez yozib olgan. Shu ichdan keladi-da u. Ha. Kelgan paytda yozasiz. Ra'no opa, menimcha shu mana mavzuda she'r yozib bering desa, ha deganda shu Kelavermaydi. buyurtmaga ilhom kelavermasa kerak, a? Men shunaqa deb o'ylayman. Buni isboti bor, ustozdan uzr so'rayman. Islarida yo'q bo'lsa kerak. Nega shukur qilmaylik, gullab tursa bog'imiz degan she'rlari bor. Ha. Chiroyli xonadonga borganlar, taklif qilgan Ra'no Yarasheva. Hovli ochiq bo'lgan, joy zo'r, mehmon, mezbon hammasi joyda. Birdan yomg'ir yog'ib yuborganda, endi nimagadir. Uydagilar sal xafa bo'lib, shunaqa ham bo'lamisa, opam o'tirgan joyda, voy, shukronalik yo'qda ko'pchiligimiz. Nega shukur qilmaylik, gullab tursa bog'imiz? Nega shukur qilmaylik, tandir to'la nonimiz deb o'tirgan joyda yozgan. Bu she'rda davomi. Bir joyga tadbirga ketsa, Turun aka Begnazarov ham yonlarida ekan. Shu she'rni yozdim aka, qaraysa, qani yozingchi, aytingchi. Nega shukur qilmaylik, gullab bo'ldi debdi-da, so'z bersa Turun akam Ra'no opamni oldi aytib yubordi. Yangi she'r dermish. Mana shu she'rda yana shunday bo'lgan. Esingizda bormi Hojona? Yarashadi qancha aytsak shukronalar, osoyishta, ozod, obod zamonalar, yelkasiga yelka tutib mardonalar, tinchliksevar xalqimiz bor. Tinchliksevar. Nega shukur qilmaylik? Gullab tursa bog'imiz. Nega shukur qilmaylik? Tandir to'la nonimiz. Nega shukur qilmaylik? Musaffo osmonimiz. Nega shukur qilmaylik? Tinch ekan zamonimiz. Nega shukur qilmaylik? Uy to'la mehmonimiz. Nega shukur qilmaylik? To'kin dasturxonimiz. Nega shukur qilmaylik? Keng ekan imkonimiz. Nega shukur qilmaylik? Bor ekan vijdonimiz. Endi perehodni o'zing qilding Sharofiddin. Kun boshlovchisan dedingiz-da shuncha. Ha, hamma boshlovchi. Mana Ra'no opam liderlik qilyaptilar. She'rlar bor, qiziq hikoyalar bor, anaqa xotiralar bor. Mana kimlarni eslab, mana ustozlari Farida opamni keyingi ko'rsatuvga taklif mo'ljallab turuvdik. Mana hozir eslatib o'tdilar. Farida opamni, Farida opa, keyingi ko'rsatuvga taklif qilamiz, siz aytib qo'yay, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana shogirdingiz o'zlari olib keladilar. Farida opa, ko'ring buni işte. Ra'no opa bilan ko'p haligi xalq xizmatlarida, boshqa jarayonlarda ko'p birga ishlaganman o'zim ham. Shuning uchun men ham baralla shogirdlariman desam bo'ladi. Bir kun qiziq hodisa, hali singlimni uzatganmiz, bilasiz, charlar degan marosim bor. Shu yoqqa endi bir san'atkorlar taklif qilingan, san'atkor oilasi-ku. Tursam, Ra'no opam kirib kelyaptilar. Hayronman, endi yon atrofda biron bir bosh joyiga kelyaptilar shekilli deb o'ylab turibman-da. Shundoq mashinadan tushdilar deb, "Ya assalomu alaykum opa, keling" desam,
to'y boshlabsiz, indamaysiz deb kulib hazillashdilar. Endi biladilarki bizdan kattalar bor oilada. Otam borlar u Ha. paytda, onam borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shunda qoyil qolganmanki, zarracha bir hech anaqa yo'q. Keyinchalik bilsam, Abdurashid Yo'ldoshev bu yoqqa kelishlari kerak biznikiga. Ha. Ra'no opam bilan uchrashishlari kerak ekan. Shu Ra'no opamga bir og'iz shu Salohiddin akamnikiga ustoznikiga to'yga kiraman desalar, bo'ldi o'sha yerda ko'rishamiz debdilar-da. Misol uchun bag'ri men kenglik. aytilmaganman u yerga yoki men kirib maqildim, Abdurashidjon chiqarsiz, ko'rishamiz desalar bo'lardi. Ana bag'ri keng. Keyin yana bir qizig'ish, bir kuni katta tadbirdan chiqyapmiz tashqariga. Eshiklar tashqariga ochiladigan kichkina eshiklar bo'ladi katta hovlilarda. Shu eshikni orqasida ikkita erkak kishi turgan ekan. Ra'no opam oldinda endi o'tkazib yubordim ularni, chiqdilar. Ular chiqqanlaridan keyin u erkaklar ko'rishmayapti-ku meni. Shu ayol juda ham bir zo'r aktrisada, rosa maqtashdi, juda bir sipo, unday edi, bunday edi. U paytda Ra'no opamni haligi qizil Nexia'lar bo'lardi. Ha, ha, ha. Borib o'shanga o'tirdilar. Shunda borib o'tirib, endi men ham yoshman-ku. Ra'no opam uni turgan ikkita erkak rosa sizni maqtadi, unday edi, bunday edi desa, Ra'no opam xayollari boshqa joyda. Nimalargadir qarab, haligi telefonlarga qarab mashinani haligi o't oldirib, bechoralar meni bilmaydi-da deydi. Shunga o'xshab, Sharobiddin, sizda bunaqa voqealar tiqilayotganiga shubha yo'q. Yo'q, endi bitta narsa, Kamoliddin, siz mana do'stimiz, siz men ustozni ham ko'rib duolarini olganman. Haqiqiy shinamandasiman, ustozni torcharishlarini, qo'shiqlarini. Endi shunday gap bor Solijon aka. Dramatik aktyorlar bor, komediyak aktyorlar bor, voqeani yaxshi beradigan aktyorlar bor. Men shu toifaga kirmayman, aytib bera olmayman. Ko'p voqealar bo'lgan, lekin men bugun hammasini ustozimga bag'ishlayman. Ustozim aytib beradi. Yo'q. Bittasini aytib beraman. Bitta katta san'atkorimiz. Aytib ber, kulmaymiz. Ha, kulmanglar. Bu kulgili emas. Opam bilan Zuhra opam o'xshaydi-da. Jim hamma, Jim jim. kulmanglar. Zuhra opam o'xshaydi. Kulgili emas o'zi bu. O'xshaydilar bir-biriga. U juda katta san'atkor, O'zbekiston taniqli san'atkorimiz hovlisida to'y qilganda, Ra'no opa 10-kuni 10-yilda borasiz degan. Bo'pti degan. Zuhra opam ko'rib qolibdi-da, esingizdan 10-chi debdi. Nima edi 10-chi degan ekan. To'y boshlaganman, borasiz deb aytganman-ku degan. Buyoqda deb o'ylagan. Bir payt ikkovi birdan kirib kelgan. Aytyapman, "Bab, kulgili emas bu." Ikkovi xullas birga o'tkazgan to'y. Kulmanglar deyapman, nima Men aytolmayman-da. O'zi aytasiz hozir. Yo'q, qarang. Menga yozdirganlar ular. Ha. Nima ham berganlar, Ha, hammasi tayyor mana. bo'lgan. Ha. Keyin bir joyda tadbirda Zuhrani ko'rib qolganlar. Esizda, 10-chi esida desalar, "Yo'q, esimda yo'q, to'xtang, boshqa yerdan yozib olyapsiz." Siz ajoyib ekansiz. O'tgan safar ham yozuvdingiz degan. Deganda yana yozdirgan. Qolganini keyin o'sha yerda degan. Zuhra ham, "Bo'ldi, o'sha yerda" degan. Shu bilan men bordim. Ra'no opa kelsin deb kutib oldi. Bunday qarasa Zuhra, "Ra'no opa, sizlar ikkitami?" deydi. O'zimni opada boshqacha chiqadi. Menda chiqmaydi. O'zi ikkita emas, ikkita Ra'no emas, bitta Ra'no, bitta Zuhra desam, ularni ham aytganmiz desam, "Yo'q, o'zi bittalarsiz aytganman" dedi. Endi ikki kishiga pul berish kerak-ku. Eng qizig'i, ikkovi ham bilmagan holda bir xil kiyinib borgan ekan o'sha. Zuhra ham ikkosi bir xil kirib boribdi. Qarsanglar. Shunaqa chiroyli gaplar bo'lganda, qarsaydi mendan so'ramay berib yuboradi. Qani berchi bitta? Gapingiz chiroyli bo'ldi. Mana. Mana shu. Xuddi shunaqa voqealardan Sharof kelib qolsa aytaver, kulmaymiz, xijolat bo'lmang. Ra'no opam bilan haqiqat Kamoliddin to'g'ri aytdi. Men muqimida ham ishlaganman, u yerda ham ko'p bo'lgan, bu yoqda ham. Aytib bera olmayman, Sodiq aka, tushunyapsizmi? Men ayta olmayman. Endi bizni teatrimizda Sharofiddin kelgandan keyin jiddiy o'sha Jiddiylar. qo'shiqlari ham jiddiy, Mashrab o'ynagan, bosh qahramon, shunaqa rollar o'ynab, endi baribir aktyor ishlatish kerak-ku. Er xotinni urushi degan spektakl oldilar Marat aka. Keyin Sharofiddinni o'sha bosh qahramon Vazira Yunusova, Xosiyat Husanova, Sobirjon Otajonov va Sharofiddin Muzrob bular bosh rolda. Opa mendan chiqmaydi. Endi ana ichgan bo'lib o'ynasa Sobir qotiradi-yu uni. Sharofiddin, siz aktyorsiz, chiqmaydi demang. Hozir endi maqtamayapman-u. Sobirjon zo'r o'ynagan, lekin Sharofiddin ham juda chiroyli o'ynagan. Muxlislar kelib, ataylab Vazira bilan Sharofiddinni o'ynaganini
ataylab o'sha kunga bilet olib kelishyapti mana. Bunisi to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shunda ham lekin to'g'rilashlarga bizni yurish yurish ishani qilib beraman. Ra'no opam to'g'rilab beradilar. Bugun shuni aytib qo'yishim kerak. Ra'no opa, rahmat, sog' bo'ling. Sharofiddinni juda o'sha katta ustozlarimiz, teatrimiz rahbariyati ham juda javobgarlikni his qiladigan yigit. To'ppa-to'g'ri. Biz juda ko'p viloyatlarda gastrol safarlarda bo'lamiz. O'sha qog'oz ishlarimiz ham bor endi. O'sha hujjatli ishlarni ishonadilar rahbarimiz Sharofiddinga. Hamma narsani joyi-joyida. O'sha hali samolyotdan tushmasmizdan beltimizni Baraka topsin. terib oladi. Man butunlay teskari variantim ekansiz Sharofiddin aka. Ha. Gulzodani men birinchi qaysi qo'shiqdan taniganman, aytaymi? Halima Nosirovani o'sha chaman ichrani shuni aytganda bizda unda ana unda bo'lardi, lentada. O'sha lentada radiodan yozib kelgandan keyin qo'yilgan, o'zini hali endi o'zini ham ko'rib yurganmiz xizmatlarda. Qo'yganda Baxtiyor aka olib kelib qo'ydilar. Muhammadiyev Hoji buva. Shu qo'yi. Kim aytibdi buni deyapmiz-da. Yangi ovoz. Halima Nosirovada maza qilib eshitardik-ku hali aujlarini. Shu endi bu efirga ketmaydi, chunki sanga paxta bo'lib qoladi hammasi. Prosta aytyapman. O'shandan taniganman. O'shandan taniganman. Demak, Islom navbat berasan, Halima Nosirova ijodidan deb turib Xo'p, mana xonandani sahnaga chiqarib oldik. Islomiddin, bir buyurtmani amalga oshirib yuboring. Endi hozir buyurtma deganingizga teletomoshabinlarimiz Gulzoda xonim yana raqsga tushadilarmi deb o'ylashyapti, lekin hozir ijro qilib beradilar. Elimiz suygan san'atkor Halima Nosirova ijodidan Chaman ichra qo'shig'ini birgalikda tinglaymiz. O'zim ham eng sevgan qo'shig'im. Marhamat talantlar ko'rsatuvi. Marhamat. Boshimdagi ro'molim chaman ichra gul shoxiga ilindi chaman ichra kimni tutgay o'g'lim chaman ichra bog' ichra yolg'izligim bilindi chaman ichra yolg'izligim bilindi chaman
Ra'no opa, bitta iltimos bor sizga. Hozir mana O'zbekiston telekanali bizni butun yurtimiz bo'ylab ko'rishadi va bizni Kanal Bob bir iltimos bor. Boshqa ko'ngilochar dasturlardan farqi bo'lishi uchun yaqinda bir narsaga e'tibor qildim. Hali nevaralarini dunyoga kelgandan keyin shunaqa narsaga e'tiborli bo'lib qolar ekan odam. Menimcha bizni o'zbek qo'shiqchiligidagi bitta alla degan zo'r ashula bor va u alla aslida tinglansa, u farzandlarini uxlatadigan ashula emas o'zi aslida. O'sha paytda turmush o'rtog'ini urushga kuzatib, yolg'iz qolgan ayolni allasi. Endi bizda alla aytay jonim bolam deb boshlansa, darrov ichi sel bo'ladi-da odam. Shu Gulzodaga o'xshagan ashulachilarga bitta yangi alla yozib bering. O'sha farzandlarni uxlatishda aytadigan. Kamoliddin aka gapizni bo'ldim. Uzr, men mana shu allani aytardim. Alla aytay jonim bolam deb o'g'limga beshing tebratib aytsam, lablari qiyshayib yig'lashni boshlardi. U Bor shunaqa. rosa Urishyapti deb o'ylagandim. odam eshitsa yig'lagisi keladigan narsa Balandpardadan uyqudan ko'ra aytib yig'i o'tishib- keladi ko'proqda. alla haqida gap ketdi-da. Ha. Kamoliddin yaxshi gap aytdilar. O'sha aytilgan alla bolani uxlatish emas, onani yuragi dardi, yuragidagi jo'shqinlik, o'sha yig'i aralash bo'lganda. O'sha bular aytyaptilar-ki, o'sha alla bolamni aytsam, bolam yig'lab yuborardi deb. Chunki o'sha dard kelyapti-da hali. Keyin bir qalamkash sifatida men aytdim, hozirgi zamon bolalarini alla aytib uxlatib qo'ymaylik, uyg'otaylik. Uyg'onsin. Elli yurti xizmatiga, vatanni qo'riqlashga shay tursin degan ma'noda uxlamagin, uyg'on bolam degan allam bor. Chiroyli qilib o'qib bering. Xo'p. Bolalar ozgina rever qo'shamiz, keyin bir kupletini musiqaga solib ko'rasiz. Ha. Shu bilan yangi alla paydo bo'ladi. Balki. Ona allasi zamonaviy alla bu. Bolalarimiz uxlab qolmasin, mudrab qolmasin, hushyor tursin, yurtni, ota-onasini himoya qilsin degan ma'noda yozilgan she'r. Uxlamagin, uyg'on bolam, vatan deya to'lg'on bolam, g'unchadirsan, so'lma bolam, navqironsan, o'lma bolam. Elni sevgan elbegimsan, yurtni sevgan o'zbekimsan, tarqamagin, to'p bo'lgino, kamaymagin, ko'p bo'lgino, yiqilmagin, turgin bolam, raqibga tik yurgin bolam, qo'lingdagi qalqon bo'lay, dushmanga ot, paykon bo'lay. Vataningni himoya qil, yog'iy kelsa kifoya qil, ona yurt deb yonsin yurak, shunday o'g'lon yurtga kerak. Gulzoda sezilib turibdi, ohangi borda buni. Mana bilishimcha, ha? Kuy qilaymi, Mana shu kuyga qo'yaymi Ha, dedingiz. Ranopam 4-misrani aytib bo'lgunlaricha 4 xil ohang kelib ketdi-da, baribir anavi Demak, ichim yonib Ha, bitta ijodkorlar eshitaylik-chi. birga to'plansa Bitta eshitaylik-chi. boshqa hozir bo'lmasa Ha. mana u rez eshitaylik. joyi qilib boshini aytay, rez joyi usulsiz. Ha. Uxlamagin, uyg'on bolam, vatan deya to'lg'on bolam, g'unchadirsan, so'lma bolam, voy. Uxlamagin, uyg'on bolam, uyg'on bolam, uyg'on bolam, voy. Vatan deya to'lg'on bolam. Keldi-da endi. G'oya muallifiga. Sevgan el bekimsan, yurtni sevgan o'zbegimsan, tarqamagin, to'p bo'lgina, kamaymagin, ko'p bo'lgina, kamaymagin, ko'p bo'lgina, uyg'on bolam, uyg'on bolam. Ha, orqadan keyin ha. Zo'r ohang keldi. bolam, Ana shu uyg'on bolam. Shu narsada Islomiddin bitta gap, bolalar alla eshitganini eslay olmaydi. Misol uchun, o'sha paytda ham eslay, sababi u paytda hali esini tanimagan bo'ladi bola. Men eslayman, aniq tiniq eshitganman onamning allalarini. Buni sababi bor. Mendan 4 yosh kichkina ukam bor.
shu ukamga aytganlarini aniq tiniq eshitgan. ijro qilgansan-da. Ha, Ha. uni ustiga endi onam san'atkorlar-ku. 50 yil bo'pti bu yil rubobdan dars beradilar. Ya'ni shu eshitish qobiliyati bor, hamma ijro qobiliyati, hamma narsa bor. Va o'z-o'zidan onamda o'sha kuylash kvadratlari, o'lchovlari hammasi joy-joyida bo'lgan va bitta narsa e'tiborimni tortgan. Juda oddiy so'zlarda. Juda hali do'mbog'im degan so'z bor. Hali jonim bolam, asal bolam. Oddiy o'zi bunday eshitilsa shunaqa eshitiladi. Shu aytmoqchi bo'lganim, Ra'no opa, baribir siz ham aktrisasiz, ham onasiz, ham buvijonsiz. U hammasidan o'tgansiz-da shu jarayonni. Menimcha shunaqa oddiy so'zlar bilan bezab berilsa, o'zbek san'atini, o'zbek allasini sal ilgari surardik-da. Kamoliddin, Allani kim aytadi? Allani alla eshitgan odam aytadi. Alla eshitgan baribir bir kuni bolasini bag'riga bosganda o'z-o'zidan keladi. Osmondagi oyim bolam, hammadan ham boyim bolam, toychog'im bolam degan so'zlar mehr bilan kelaveradi. Hozir endi aytilmayapti. Siz ko'pchiliklar aytadi lekin. Aytadi. Ko'pchilik aytadi. Orzularini qo'shib bo'lsa ham aytadi. Alla aytmaganlar ham aytsin, mana bugun bizni ko'rganlar. Amakim ayollar, xotinlari bo'ladi Ra'no opa. Nima ovozlari sal yo'g'onroq edi bolalarga. Allayo desa amakim yoqdan turib, "Ey, sen alla aytma, bolalar qo'rqadi, u qochib ketadi, aytma" derdi-da. Endi o'rtoqlar, kayfiyat bilan-da Kamoliddin. Xo'p. Ko'rsatuv ham oxirlab boryapti. Uni ustiga mana Ra'no opam yana spektakllari bor ekan. Sharofiddinni yana cheska repetitsiyalari bor ekan. Qolganlarimiz ham. Xullas, ibtido bor, intiho bor. Albatta. Shuning uchun bir finallik qo'shiq bo'lsa, sho'xroq, kayfiyatni ko'tarinki holatda endi yakunlasak desak o'xshamaydi, qoldirsak. Xo'p. Keyingi dasturgacha ko'tarinki holatda qoldirsakcha, tomoshabinlarimiz o'sha holatda bizni kutsa. Kayfiyat. Ibtido intiho deganingizga bitta to'rtlik Ha. mayli. Ibtidosi bor dunyoning, bordir intihosi ham. Qalandari bor davlatning, bor buyuk dahosi ham. Agar tinchlik, xotirjamlik tilak bo'lsa har dilda, baxtli bo'lgay o'sha yurtning gadosi, podshosi ham. Ra'no opamga gap yo'q. Men bir narsani aytmoqchiman. Hamma narsa hayotiy tajriba bilan keladi. Bu ko'kslarga taqilgan o'sha katta unvonni boya mas'uliyat haqida gapirdilar. Bugun bizni mana shu kichkinagina mo'jaz dasturimizga kelib mehmon bo'lganlardan xursand bo'ldik. Dasturimizda katta san'atkor, yoshi bulardan ulug' bo'lgan san'atkorlar ham keldi. Lekin menimcha bu yo'nalishda ayol mehmon sifatida Ra'no opam birinchi bo'ldilar dasturimizda. Ra'no opa, xush ko'rdik. Ming rahmat bizga ajratilgan vaqt uchun. Va mana bugun siz bilan birgalikda ishtirok etgan sizni shogirdingizman deyaptilar u. Sharofiddinga ham katta rahmat. Solijon aka, hozir eshitishimcha shunday narsa bo'lyapti ekanki, ba'zi bir betob bo'lib qolgan yurtdoshlarimiz shifokorlarga borsa, kayfiyat dasturini ko'rishni retsept qilib yozib berayotgan ekan. Shunda ko'p narsaga davo bo'layotgan ekan. Shunday ekan, hech qachon kasal bo'lmang, kayfiyatingiz doimo a'lo bo'lsin. Rahmat taklif uchun Kamoliddin, sizga ham, Gulzoda, Islomiddin, barcha kadr ortidagi mehnatkashlarga ham. Ra'no opa, yana bir bor tabriklayman. Ota-onam nomidan, oilamiz nomidan siz bizni opamiz, qadrdonimizsiz. Solijon aka, Gulzoda, biz gastrolda ko'p yuramiz. Biz erkak kishi bo'lsak ham charchab qolamiz, lekin opam charchamaydi. O'sha kuni Zuhra opam, Lola opamga ham aytdim. Ra'no opam qayerdan shasht, qayerdan bunaqa jur'atni topar ekanlar. Hamma charchab qoladi 3-4 nima konsertda chiqishdan keyin. Qani xalq xursand qilaylik, xalqqa nima mehr ko'rsataylik deb Ra'no opam hammamizni tergab turadilar. Meni ham to'g'ri yuring, nima qiling deb. Shuning uchun umringiz uzoq bo'lsin, kasal bo'lmang. Yana bir narsa bor, ustozimning shogirdlari. Menda endi boshlanyapti bu narsa. Sal kayfiyatsiz yurardim bir xil paytda-da. O'ylab yuraman, qo'shig'mi, so'zmi? 50% yutuq kayfiyatdan Sharofiddin deydilar. Shunday shogirdlar Dilnoza Kubayeva ham xuddi shunaqa yuradi, Ra'no opamga o'xshab. Bular kayfiyat odamida. Muyassar Berdiqulov ko'p shogirdlari shunaqa. Shulardan biz ham shu kayfiyat bilan yuramiz, ko'rsatuvga ko'z tegmasin. Yaxshi kayfiyat doim hamroh bo'lsin muxlislarga. O'zbekiston kanali respublikamizning eng zo'r kanallaridan biri. Uyda, oilada tinchlik, xotirjamlikda yaxshi kayfiyatda bo'lsa, yaxshi she'rlar, yaxshi qo'shiqlar,
yangi qo'shiqlar Gulzodaxondan eshitish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun hamma nasib bo'lsa davom etamiz ijodda. Sizga rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deymiz. Rahmat. Insonni kayfiyatini chehrasidan bilasiz. Tabassumi bor inson yuzidan nur taralayotgandek bo'ladida, shu bir joyga borsa bitmagan ish ham bitadi. O'shaning uchun tabassum bilan kulib yurgan yaxshi. Hamisha kulib yuringlar. Yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. A'lo kayfiyatda yaxshi narsa kim xohlasa, a'lo kayfiyatda so'rash kerak. Shunday qolinglar, biz bilan qolinglar. Bizni mana shu studiyamizni chiroqlari bo'lib turgan bugun aziz ayollarimizni kuni ekan. Avvalambor Ra'no opamni unvonlar bilan tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin deymiz. Mana shogirdlar Gulzodaxonni ergashtirib, davomiy bo'lib, xuddi shunday unvonlar bularga ham nasib etsin deb chiroyli guldastalarni studiyaga taklif qilamiz. Bu gullar juda ham chiroyli, faqat shu gullar ulardan ham chiroyli insonlarni ko'rib hijolat bo'lsin deb taqdim qilyapmiz. Kamoliddin, Hov, final nima bo'ladi? hop, final bilasizmi? Hozir Ha. nimani o'ylab o'tirdim Sharofiddinga qarab. O'sha mashhur Obid Yunusovni esladim. Xo'sh. Chunki haligi Milliy teatrda sahnada qo'shiq kuylagan, dutorni jaranglatgan Obid Yunus. Ha? To'g'rimi? Hozir ham mana bitta qo'shiq kuylayotgan ekan. Ha. Shuning uchun o'sha qo'shig'ini ham bir esga olaylik. Albatta ham teatr, ham kino, ham dublyaj ustasi ustozimiz Obid Yunusov juda chiroyli mahorat bilan ijro qilganlar. Biz endi qo'ldan kelgancha ustozga ergashib. Hop. O'tganlarimizni oxiratlari obod bo'lsin. Hozir bor ijodkorlarimizning ijodiy kunlari. Na bo'ldi nigora, na bo'ldi nigora, biza aslo qaramaysiz. Na bo'ldi nigora, biza aslo qaramaysiz. Guldek ochilib g'unchayi humroq qaramaysiz. Voydon qaramaysiz. Ya o'sgan kishilar sizga so'z o'rgatadimi? Ya o'sgan kishilar sizga so'z o'rgatadimi? Yo'qsa nega kim so'z demayin yor? Qaramaysiz. Voy voy qaramaysiz. Har kun o'tasiz do'ppini boshga qo'yib egri. Har kun o'tasiz do'ppini boshga qo'yib egri. Olibda bo'lib buncha tamanno qaramaysiz. Voy voy qaramaysiz. Na bo'ldi nigora, na bo'ldi nigora, biza aslo qaramaysiz. Na bo'ldi nigora, biza aslo qaramaysiz. Guldek ochilib g'unchayi humroq qaramaysiz. Voydon qaramaysiz. Yonaman, kuyaman, yonaman. Yondiradi, kuydiradi, kul qiladi. Yonaman. Ra'no to'g'risini ayting. To'g'risini. Qolganlar eshitmasin. Ko'rsatuv qanaqa? Umuman ko'rsatuv, kayfiyat ko'rsatuv qanaqa? Kayfiyat ko'rsatuv juda ham erkin, yaxshi, haqiqatdan kayfiyatni ko'taradigan. Endi meni gapimga ishonmasangiz, mana kuzatib turganlar hammasi sizga layk bosadi. Aniqmi? Aniq. O'zingiz ham kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ha, kayfiyatim ko'tarildi. Havo issiq bo'lsa ham kayfiyatim ko'tarildi. Opajon, ming rahmat. Sog' bo'ling. Kelgan vaqtingizga, yo'q demay kelganingizga rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Nima xizmatingiz bo'lsa, O'zbekiston telekanali va mana shu ijodiy jamoat tayyor. Rahmat sizlarga. Hammang uyimga borib
yerini chopib ber desangiz ham boramiz. bo'ldi. Yana bir bor tabriklaymiz. Yana bir bor muborak bo'lsin. Xalqimizga esa o'sha gap sog' salomat bo'lishdan boshqa ilojingiz yo'q. Chunki biz sizni sog'likda ko'rishni xohlaymiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling, bor bo'ling.